Opacan keçeni bir qochqonimdan keching. Bilmasdan to'kib qo'ydim, tavba qildim. Voy bunday dema ukajon. Hozir shen sepatda yuvib beraman. Yo tavba, minchagina narsaga urib pul olib chiqarib tashlading opam. Qanday bunday milayam xunuk bo'lib qoldi? Yo bugun soch kelyapti, aya. Ha, yo'q, opam bugun ro'za tutgan. Yomon gapir bo'lmaydi, og'iz ochilib ketadi. Opa ro'za uka arqonda izlab o'pdi-ku bu yog'i. Yillik alamlarni olar ekanmiz-da. Ukajon, mana endi qo'lim muzlab artyapman men. Oyog'ingizdagini yechib kiring. Xohlagancha kiraman. Ming'illama indamay Tushunmadim. O'ylab tutqanimiz ochilib ketadi. Ichingiz ochmaymi, opa? Bor ukajon. Ha, shunday bo'lsin. Sen qolgan joylarni ham tozalama-lay, men borib bitta to'p o'ynab kelay. O'layga tushirgan joyimni nima qilyapsan? Shipirgan joyingizga musor to'kilibdi. Yana to'kildimi? Zing'illatib shipiring qari. Ro'zangiz ochilib ketadi-ya. Xo'p bo'ladi ukajon. Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi-ku bu yoqda. Navbatdagi qozonchoqlaringizni olib keldik. Ana qora kuyalarni qumga chiqib yumoqchi edi, qismet qilmadik-da. Ya shart emas, biz uyimizda o'zi oqsoch bor, ana shu yuvadi. Voy, qani? Amani? Baland gapirman bo'lmaydi, ochilib, menga farqi yo'q, ochilib ketadi. Ukajon, buni oyoqchangizni tushirib o'tiring. Opa, og'izochar payt bo'ldi. Ko'nglingiz nima tushdi o'zbekcha opajon? Mantimi, lag'monmi, shashlikmi, nima yeysiz opajon? Menmi? Seni yeyman.